Amerikada 1940-yillarda yetimxonadagi chaqaloqlar va qamoqxonada onasi bilan qolgan chaqaloqlarni solishtirishgan ekanda, solishtirganda judayam natijasi nima deydi, vahimaga soladida. Qamoqxonada bolalar qanaqa vaziyatda? Sanitariya yaxshi emas, yemishi yaxshi emas, ya'ni nutritious yeb turgan narsalari. Yetimxonadagi bolalar bo'lsa, vaqtida ovqatlantirilgan, vaqtida tagi tozalangan, hamma gigiyenik jihatdan ham hammasi zo'r bo'lgan. Lekin yetimxonadagi bolalarni 2 yoshga kirmasdan 37% halok bo'lgan. Buni sababini ko'rib chiqishganda chaqaloqlar bilan yetimxonada muloqot qilinmagan. Shunchaki ularga texnически qaralgan, tagi tozalangan, ovqati berilgan. Qamoqxonada har doim u onasi bilan bo'lib, onasi bilan muloqotni yo'qotmagan. Bu research fanda juda ham ko'p narsani o'zgartirishga sabab bo'lgan. Lekin hali ham bizda shunaqa ota-onalar topiladiki, men nimaga chaqalog'imga gapirishim kerak yoki nimani gapirishim kerak degan odamlar uchrab turadi hayotimizda.